Diqqat! O'zbekiston pensionerlari darhol xabardor bo'ling, hozirgina xushxabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling. Ayni paytda mamlakatda pensionerlar soni 4,1 million nafar bo'lib, ulardan 4% dan ortig'i yaqinda joriy yilda pensiyaga chiqqan. Joriy yilda O'zbekistonda pensiya jamg'armasi 225.333 nafar fuqarolarga yangi pensiyalarni tayinladi. Jamg'arma xabariga ko'ra, shuningdek 179.183 kishi yoshga doir pensiya ola boshlagan. Qolganlar esa 32.328 ta nogironlik pensiyasi, 13.722 oilaga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, pensiya jamg'armasi hisobida turgan pensionerlar soni 4,1 million nafardan ortiq. Ularning 3,2 million nafari, ya'ni pensiya oluvchilarning 79% o'z pensiyalarini naqd pul shaklida oladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 2026-yil 1-iyuldan boshlab pensiyalar va nafaqalar hamda ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqalari va moddiy yordam to'lovlari miqdori 7% ga oshirildi. Bunda yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 983 ming so'm, nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 1,83 million so'm, ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqalarining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 386 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 295 ming so'm, oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 177 ming so'm, oilaning 3 va undan keyingi har bir farzandlari uchun qo'shimcha 118 ming so'm to'lanadi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 450 ming so'm etib belgilandi, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, xabarlarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.